Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Xitoyda davom etayotgan Jahon Kubogida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Quvonarlisi 11 nafar hamyurtimiz yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Boks muxlislarining e'tibori esa nafaqat Xitoydagi bahslarga, balki 20-iyun kuni AQShning Oceanside shahrida ringga ko'tariladigan professional bokschimiz Ruslan Abdullayevning navbatdagi jangiga ham qaratilgan. Oscar De La Hoyaga qarashli Golden Boy promouterlik kompaniyasi ushbu dam olish kuni boks turnirini tashkil etmoqda. Janglardan birida hamyurtimiz Ruslan Abdullayev ringga chiqadi. Ishtirokchilar jang oldi tadbirlarda qatnashdi. Bokschilar matbuot anjumanida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Professional boksda 4 ta g'alabaga ega Ruslan Abdullayev maqsadi 4 ta yo'nalishda chempion bo'lish ekanligini aytib o'tdi. Mani maqsadim jahon chempioni bo'lish, 4 ta kamar qo'lga kiritish. Menga qanaqa sopernik berishidan qat'iy nazar o'sha maqsadimga sari intilaman. Oskar qanaqa sopernik beradi menga farqi yo'q, men har doim tayyorman. Bokschimizning raqibi kubalik Orestes Velasquez 9 ta jang o'tkazgan, ularning 8 tasida g'alaba qozonib, bir bor imkoniyatni boy bergan. Har ikki bokschi vazn o'lchash marosimida deyarli bir xil og'irlikni qayd etdi. Raqib 63 mingdan 321 kilogramni qayd etgan bo'lsa, Ruslan 100 gram yengilroq bo'lib chiqdi. Markaziy uchrashuvda puertorikolik Oskar Calazo va meksikalik Neder Valdes yengil vaznda WBO kamari uchun jang qilishadi.